Assalomu alaykum do'stlar, hozir men sizlarga 5 daqiqa ichida MarketBox qanaqa platforma ekanligini tushuntirib beraman. Agar siz onlayn platformalarda savdo qilsangiz yoki marketplacelarda savdo qilib kelayotgan bo'lsangiz yoki bo'lmasam endi bu biznesga qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, bilasiz, har kuni qanaqa vazifalarni bajarishingiz kerak. Bunga misol o'qish, tovarlarni to'g'ri analiz qilish, tovarlarni arzonroq xarid qilish, ishonchli postavщикlar, logistika xizmatlari, kargo, hujjatlar, hisob-kitob, suratlar, o'nlab havola va kontaktlarni siz faqatgina yodingizda yoki bo'lmasam telefoningizda saqlashingiz kerak edi. Endi esa boshqacha. Biz sotuvchilar uchun barcha kerakli ma'lumotlarni bir joyga yig'ib MarketBox platformasini yaratdik. Platforma ichida nimalar borligiga qiziqyapsizmi? Unda hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Aqlli sotuvchilar o'zini birinchi yo'lini nimadan boshlaydi? Albatta o'qishdan. Biz MarketBox platformasini ichiga 125 tadan ortiq videoni yozib chiqdik. Hammasi dolzarb mavzular bo'yicha. Wildberries, Ozon, Uzum Market, dropshipping, Avitoda savdo qilish, Xitoy orqali o'z brendingizni yaratishingiz yoki bo'lmasam siz ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz, Rossiyaga, boshqa davlatlarga mahsulotlaringizni eksport qilishingiz uchun qanaqa hujjatlar kerakli bo'lganligi haqidagi videolarni ham platformaning ichiga joylaganmiz. Kurslar modullarga bo'lingan, har bitta modullarning ichida 10 dan ortiq professionalni yozilgan video darsliklar bor. O'zingizga qulay vaqtda bemalol ko'rishingiz mumkin yoki qiyinroq mavzu bo'ladigan bo'lsa, u videolarga qaytadan kelib, boshqatdan yana ko'rishingiz mumkin. Eng qizig'i, har haftasiga men va kuchli ekspertlar tomonidan onlayn razborlar bo'lib o'tadi va u razbor videolarni ham platformaning ichiga joylab boramiz. Ishonchli ishlab chiqaruvchi yoki fabrikalarni qayerdan topsa bo'ladi? Bu masalada juda ham ko'p insonlar qiynaladi. Sizga osonroq bo'lishi uchun u fabrikalarni biz har xil kategoriyalarga bo'lib qo'yganmiz. Misol uchun siz adejda sotmoqchisiz, bemalol siz kategoriya adejdaga kirib, fabrikalar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlashingiz mumkin. U yoqda instrumentlar bor, igrushkalar bor, bitovoy texnika, stanok, zavodlarning adreslar, barcha ma'lumotlarni fabrika bo'limidan topishingiz mumkin bo'ladi. Postavщикlar bilan gaplashib, tovarlarni tanlagingizdan keyin u tovarlarni olib kelishimiz uchun bizga logistik va kargolar kerak bo'ladi. Albatta ishonchlisi. Juda ham ko'p insonlar bu masalada ham aldanib qoladi, lekin biz platformaning ichiga 10 dan ortiq kuchli kompaniyalarni, ishonchli, sinalgan kompaniyalarni qo'shib qo'ydik. U yoqda siz agar xohlasangiz oq yo'li bilan dokumentalniy brokerlar orqali qanaqa hujjatlar kerak bo'ladi, qanday to'lovlar amalga oshiriladi, sizga yordam beradigan kompaniyani ham joyladik. Undan tashqari kargo yo'nalishi bo'yicha O'zbekistondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan, Xitoydan yo'nalishlarini, narxlarini bemalol kompaniyalarni bir-biriga solishtirib, o'zingiz tanlab olib, ular bilan ishlasangiz bo'laveradi. Tovaringiz Rossiyaga kelgandan keyin yoki O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa, fulfillment xizmatlari kerak bo'lsa, upakovka qilib, marketplacelar, skladlarga отгрузка qilib berish kerak bo'lsa ham, u yoqda ham 10 dan ortiq fulfillment kontaktlarini qo'shib qo'ydik. Agar siz ichki bozorlar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, Xitoyga chiqqani paka mablag'im kamroq deydigan bo'lsangiz, rostini aytaman, men ham основной tovarlarimni ichki bozorlardan xarid qilaman. Misol uchun siz Rossiyada bo'lsangiz, Yujniy Varota, Sadovod, Lublino shunaqa optoviy rinoklar bor. U yoqdagi 1000 dan ortiq ishonchli postavщикlarning Telegram kanallari, telefon raqamlari, adreslarini MarketBoxning ichidagi yopiq Telegram kanalga joylab qo'yganmiz. Bemalol ular bilan to'g'ridan to'g'ri ishlasanglar bo'laveradi. Agar sizlar MarketBox nomidan desanglar, yana ham sizlarga imkoniyatlar yaratib berishadi. Siz Xitoyga borib, tovar olmoqchimisiz? Xitoy bo'yicha qo'llanma siz uchun tayyor. To'g'risi Xitoyga men birinchi marta chiqqanimda qiynalgan narsam bu birinchisi til, ikkinchisi ovqat bo'lgan. Shuning uchun ham platformani ichiga men barcha o'zim tanigan yaxshi переводчиклар, brokerlar, bayerlarni kontaktlarini yig'ib, u platformaning ichiga joyladim. Undan tashqari restoranning adreslari, halol restoranlar, gostinitsalar, bozorlarda adreslari sizlar MarketBox platformasi orqali bemalol fabrikadan tovarlarni xarid qilib, oldingizdagi kuchli переводчик bayerlar bilan to'g'ridan to'g'ri ishlashingiz mumkin bo'ladi. Agar siz Xitoyga biznesmenlar bilan, biz bilan biznes turlarida qatnashmoqchi bo'lsangiz, u yoqda biz biznes turlarini, vaqtlarini, kunlarini yozib qoldirganmiz. Qachon qaysi shaharga borishimiz kerak, bemalol ularda ham qatnashsangiz bo'ladi. Marketplacelarda tovaringiz yaxshi sotilishi uchun eng kerakli bo'ladigan narsalardan biri bu sizni tovaringizni ko'rinishi, ya'ni surati. Sizlar MarketBoxga o'tsanglar, u yoqda fotograflar, dizaynerlar bo'limi bor. Men u yoqda o'zim sinalgan, o'zim ishlaydigan professional infograf, dizayner, fotograflarning kontaktlarini, Telegram kanallarini, qilgan ishlarini
qo'yib qo'yganman. Yangi boshlayotgan ko'p sellerlarning asosiy muammolari tajribasi yo'q dizaynerlar bilan ishlashi. Sababi o'zini mahsulotlarini sifatsiz suratlari bilan sotuvga olib chiqadi. Bu sotuvga juda ham qattiq ta'sir qiladi. Sababi marketplacelarda faqat surat sizni mahsulotingizni sotadi. Agar siz o'zingizni mahsulotingizni brend darajasida sotuvga qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda ishonchli va professional mutaxassislar bilan ishlang. Agar siz ishlab chiqaruvchi bo'lsangiz yoki o'zingizni marketplace'dagi magaziningizni professional menejerlarga topshirmoqchi bo'lsangiz, Marketbox platformasining ichida ishonchli sinovdan o'tgan juda ham katta opitga ega bo'lgan menejerlarning kontaktlarini to'plab, ular haqida informatsiyalarni joylab qo'yganmisizlar. Ular bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashingiz mumkin bo'ladi. Juda ham ko'p insonlar menejer tanlashda ham xato qiladi. Oyligi baland bo'ladi yoki ishni oxirigacha olib bormaydi. Bu insonlar sizlarning magazinlaringni yuritishda yordam beradi, tovarlaringni to'pga olib chiqishda yordam beradi, hisob kitobini beradi. Har oy yoki har hafta sizga отчет berib boradi va sizning mahsulotingiz qancha foyda olib kelyapti, siz qayerga qarab ketganligingizni ham sizga tablitsalar orqali ko'rsatib boradi. Menejer har bitta magazinga bu juda ham kerakli mutaxassis. Shuning uchun ham hamma kontaktlarni Marketbox platformasidan olib to'g'ridan-to'g'ri ishlashingiz mumkin bo'ladi. Marketboxning asosiy bo'limlaridan biri bu hujjatlar bo'limi. Sizning mahsulotingiz sotuvga chiqqanda qanaqa dokumentlar kerak bo'ladigan bo'lsa, barchasini shu bo'limdan topsanglar bo'laveradi. Misol uchun sizga sertifikat qilish kerak, chestin znak qilish kerak, deklaratsiya qilish kerak, tovaringizni eksport qilayotganda brokerlar dokumentlarni tayyorlash kerak yoki bo'lmasa qanaqadir nazvaniya o'ylab topdingiz, u nazvaniyani Rospatentdan o'tkazish kerak. O'zbekistondami, Rossiyadami umuman farqi yo'q. Yuristlar, buxgalterlar, boshqa mutaxassislarni barchasini shu platformani ichiga joyladik. Hammasi ishonchli, o'zimizni sinovdan o'tgan mutaxassislar. Shularning orasidan qaysi biri sizlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ularga yozib, ular bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu platformada meni yaxshi ko'radigan bo'limlardan biri bu выставkalar, ko'rgazmalar, biznes konferensiyalar qachon qayerda bo'lib o'tishi. U yoqda o'zim ham lichna qatnashaman. Misol uchun Xitoyda Kantonskiy выставка bo'ladi, qaysi chisoda bo'ladi. Moskvada sellerlar yig'ilyapti, u qaysi chisoda bo'ladi. Toshkentda qanaqa ko'rgazmalar bo'lyapti, hammasidan sizlar shu platformani ichida xabardor bo'lib turasizlar. To'g'ridan-to'g'ri skidkalar orqali, katta-katta promokodlar orqali men bilan birgalikda qatnashsanglar bo'laveradi. Albatta, agar sizlarga qiziq bo'lsa. Ko'rib turganingizdek, Marketbox platformasi oddiy kataloglar emas, balki bu sotuvchilarga yordam beradigan katta bir ekotizim. O'qish, postavchilar, yetkazib beruvchilar, logistika, hujjatlar, dizaynerlar, infograflar, mutaxassislar hammasi bir joyda. Biz bu platformani shunday yaratdikki, siz o'zingiz vaqtingizni o'sishga sarflaysiz, ish yuritishga emas. Marketbox platformamiz ishga tushishi munosabati bilan sizlarga ajoyib sovg'alar tayyorladim. Albatta bu sovg'alar sizni hayotingizni o'zgartirishiga yordam beradi. Birinchi sovg'a, agar siz hozir qo'shiladigan bo'lsangiz, birinchi oyning o'zidayoq oralaringdan bir kishini tanlab Xitoyga o'zim bilan sayohatga olib ketaman. Bu oddiy sayohat bo'lmaydi. Xitoylik millioner, milliarder insonlar bilan sizni tanishtiraman. Ikkinchi oyga o'tib esa men siz tovaringizga $5000 investitsiya kiritaman. Agar 3-oyga o'tadigan bo'lsangiz, siz bilan $10,000 tovaringizga investitsiya kiritaman. 4-oy uni o'rtoqlar platformada gaplashamiz. Tasavvur qilinglar, bularning barchasi atigi 1490 rubl. Hoziroq pastdagi ilova orqali o'zlaringiz joylaringizni band qilinglar va Marketbox klubiga a'zo bo'linglar. Ha, aytgancha o'rtoqlar, videoni oxirida bir narsani sizlarga aytib o'tib ketishim kerak. Agar meni Instagramda ko'rayotgan bo'lsanglar, har hafta ikkita odamni tanlab $500 dan tovarlarni sovg'a qilyapman. Endi bundan buyog'iga u odamlarni Marketbox platformasidan tanlaymiz. Shoshilinglar. Hammaga xayr.